Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz reabilitatsion pedagogika, maxsus pedagogikaning yo'nalishi sifatida. Rejalarimiz bilan tanishib chiqsak, reabilitatsion pedagogikaning mohiyati, maxsus pedagogikaning asosiy tamoyillari, reabilitatsion pedagogika usullari va texnikalari, reabilitatsion pedagogikada individual yondashuv va oxirgi rejamiz bu xulosa. Reabilitatsion pedagogikaning asosiy maqsadi. Reabilitatsion pedagogika maxsus pedagogikaning bir yo'nalishi sifatida nogironligi yoki o'ziga xos ehtiyojlari bo'lgan shaxslarni ta'lim berish va rivojlanishiga qaratilgan. Uning asosiy maqsadi shaxsning ijtimoiy, psixologik va jismoniy qobiliyatlarini tiklash va kuchaytirishdir. Reabilitatsion pedagogika shaxsga individual yondashuvni talab qiladi. Bu esa har bir shaxsning ehtiyojlari va imkoniyatlariga mos ravishda ta'lim jarayonini tashkil etishni anglatadi. O'qituvchilar shaxsning qobiliyatlarini hisobga olgan holda maxsus strategiyalar ishlab chiqadi. Reabilitatsion pedagogikaning ahamiyati. Reabilitatsion pedagogika nogiron shaxslarning ijtimoiy hayotga integratsiyasini ta'minlaydi. Bundan tashqari, reabilitatsion pedagogika oila va jamiyat bilan hamkorlikni kuchaytiradi. Maxsus pedagogikaning asosiy tamoyillari. O'ziga xos ehtiyojlarga ega bo'lgan shaxslar uchun ta'lim va reabilitatsiya jarayonlarini boshqarish uchun zarur bo'lgan tamoyillarni o'z ichiga oladi. Maxsus pedagogikaning asosiy tamoyillari. Reabilitatsion pedagogikada har bir shaxsning individual ehtiyojlarini hisobga olishga qaratilgan. Bu tamoyillar shuningdek ta'lim jarayonida shaxsiy yondashuvni ta'minlaydi va reabilitatsiya jarayonini samarali o'tkazishga yordam beradi. Reabilitatsion pedagogikada tamoyillar. Maxsus pedagogikaning asosiy tamoyillari reabilitatsion jarayonlarda shaxsning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. O'z navbatida reabilitatsiya natijalarini yaxshilashga yordam beradi. Inklyuziv ta'lim tamoyili barcha shaxslarning ta'limga kirishini ta'minlaydi. Bu reabilitatsion pedagogikada muhim ahamiyatga ega, chunki u har bir shaxsga o'z imkoniyatlarini amalga oshirishga yordam beradi. Reabilitatsion pedagogika ta'rifi. Reabilitatsion pedagogika maxsus pedagogikaning bir yo'nalishi sifatida nogironlar va cheklangan imkoniyatlarga ega shaxslar uchun ta'lim jarayonlarini tashkil etadi. O'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olib, ularning ijtimoiy va psixologik rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Reabilitatsion pedagogikada usullar. Reabilitatsion pedagogikada qo'llaniladigan usullar asosan individual yondashuv, o'z-o'zini boshqarish va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu usullar yordamida o'quvchilar o'z imkoniyatlarini yaxshilash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Shuningdek, o'yin va interaktiv faoliyatlar orqali ta'lim jarayonini qiziqarli qilish mumkin hisoblanadi. Reabilitatsion pedagogikada texnikalar. Reabilitatsion pedagogikada turli texnikalar qo'llaniladi. Masalan, terapevtik o'yinlar, san'at terapiyasi va muloqot strategiyalari. Bu texnikalar o'quvchilarning hissiy va ijtimoiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Texnikalar shuningdek o'z-o'zini anglash va o'zini ifoda etish imkoniyatlarini oshirishga yordam beradi. Amaliy mashg'ulotlar va guruh ishlari orqali o'quvchilar o'zaro muloqot qilish va hamkorlik qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Individual yondashuvning asoslari. Reabilitatsion pedagogikada individual yondashuv har bir shaxsning o'ziga xos xususiyatlari, ehtiyojlari va imkoniyatlarini hisobga olishni taqozo etadi. Individual yondashuvning afzalliklari. Reabilitatsion pedagogikada individual yondashuv o'quvchilarning o'ziga xos ehtiyojlarini qondirishga imkon beradi. Reabilitatsion pedagogikada yondashuvlar. Reabilitatsion pedagogikada individual yondashuv ta'lim jarayonini shaxsiylashtirishga yordam beradi. Bu orqali o'quvchilar o'z qobiliyatlarini yaxshiroq namoyon etadilar. Reabilitatsion pedagogika va jamiyat. Reabilitatsion pedagogika maxsus pedagogikaning bir yo'nalishi sifatida ijtimoiy muammolarni hal etishda muhim rol o'ynaydi. Reabilitatsion pedagogikaning asosiy vazifalari. Reabilitatsion pedagogikaning asosiy vazifalari nogironlarni ijtimoiy hayotga jalb qilish,
ularning ta'lim olish imkoniyatlarini oshirish va shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashdan iborat. Reabilitatsion pedagogikaning asosiy vazifalari nogironlarni ijtimoiy hayotga jalb qilish, ularning ta'lim olish imkoniyatlarini oshirish va shaxsiy rivojlanishlarini qo'llab-quvvatlashdan iborat. Reabilitatsion pedagogikaning maqsadi reabilitatsion pedagogika maxsus pedagogikaning bir yo'nalishi sifatida nogironlar va cheklangan imkoniyatlarga ega shaxslar uchun ta'lim va rivojlanish imkoniyatlarini yaratishga qaratilgan, har bir shaxsning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda intellektual rivojlanishni ta'minlashdir. Reabilitatsion pedagogika va innovatsiyalar. Reabilitatsion pedagogika sohasida innovatsiyalar, yangi metodlar va texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim jarayonini samarali amalga oshirishga yordam beradi. Reabilitatsion pedagogikaning kelajagi. Reabilitatsion pedagogikaning kelajagi zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali yanada rivojlanishi kutilmoqda. Bu ta'lim jarayonlarini individualizatsiyalash va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlarni kuchaytirishga olib keladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Mavzumiz shulardan iborat edi.